Viloyatimizda urologiya bo'yicha murakkab bo'lmagan davolash amaliyotlari bilan birgalikda murakkab jarrohlik amaliyotlari, og'ir turdagi tibbiy muolajalar ham samarali olib borilmoqda. Respublika ixtisoslashtirilgan urologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Xorazm filialiga olib kelingan tibbiy uskunalar murakkab tibbiy amaliyotlarni yuqori texnologik darajada bajarish imkonini beradi. Filialda poytaxtdan kelgan tajribali tibbiyot mutaxassislari tomonidan mahorat darslari ham olib borilmoqda. Hozir shu haqda Respublika ixtisoslashtirilgan urologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Xorazm filialida texnik jihatdan murakkab davolash amaliyotini bajarish uchun imkoniyatlar yetarli. Zamonaviy nanotexnologiyalarning mo'jizasi bo'lgan yangi uskunalar yordamida bemorlardagi urologik kasalliklar samarali bartaraf etilyapti. Bunday amaliyotdan keyin bemor butunlay sog'ayib ketadi. Prostata bezi xavfsiz giperplaziyasi, ya'ni xalq tilida aytganda adenoma kasalligida yuqori texnologik, kam invaziv bo'lgan lazer jarrohlik amaliyotga o'tkazilmoqda. Bu amaliyotimiz Xorazm viloyatida ilk bora amalga oshirilmoqda. Bunda hech qanday kesmalarsiz tabiiy siydik yo'llari orqali kirib, prostata bezini kesmasdan lazer yordamida olib tashlash amaliyoti bajarilmoqda. Oldinlari bu amaliyot kesib bajarilgan. Kesib bajarilgan paytda ko'p qon yo'qotishlar bo'lgan, yotoq kunlar soni oshib ketgan, bemorlarda asoratlar kuzatilgan. Bugungi kunda bu amaliyotni natijasida bemorimiz ertasi kuni bemalol oyoqqa turib yurib, hech qanday drenajlarsiz keyin uyga ruxsat beriladi. Hozirgi kunda urologiya, ayniqsa murakkab urologik xizmatlarni intervension amaliyotlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu borada filialda yiliga 500 nafarga yaqin bemorga murakkab amaliyotlar o'tkaziladi. Ushbu yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari an'anaviy jarrohlik amaliyotlardan keskin farq qilib, aksariyat hollarda bemor badanida og'ir asoratlarsiz amalga oshiriladi. Markazimizda hozir yuqori texnologik amaliyotlar yo'lga qo'yilgan, ya'ni jahon standartlariga mos keladigan amaliyotlarni yo'lga qo'yganmiz, ya'ni prostata bezini xavfsiz giperplaziyasini lazer yordamida amaliyot yo'lga qo'yganmiz. Undan tashqari buyrak toshlarini lazer yordamida olish amaliyotlari yo'lga qo'yilgan. Undan tashqari o'sha toshlarni sostavini tekshiradigan uskunamizni hozirgi kunda ishlamoqda. Bemalol olingan toshlarni tarkibini tekshirib, o'sha tarkib asosida bemorlarimizga qayta tosh hosil bo'lishini oldini olish uchun parhezlar, ya'ni yeyiladigan mahsulotlar, qaysi mahsulotlar mumkin, qaysi mahsulotlar mumkin emas tavsiya qilish mumkin va ichib yuradigan dorilarni tavsiya qilish mumkin. Urologiya markazi Xorazm filialida xizmat ko'rsatish ikki xil usulda olib boriladi, ya'ni pullik asosda va imtiyozli asosida xizmat ko'rsatiladi. Imtiyozga ega bo'lgan bemorlarimiz birinchidan qarilik nafaqasidagi bemorlarimiz va yana imtiyozga ega bo'lgan gruppadagi bemorlarimiz. Undan tashqari yagona dacha orqali ro'yxatda turadigan kam ta'minlangan bemorlarimiz bor. Bu bemorlarimizga yuqori texnologik amaliyotlarimiz bepul yo'lga qo'yilgan. Filialda prostata bezini xavfli o'smalarini erta tashxislash maqsadida prostata bezini transrektal biologiyasi amaliyoti yo'lga qo'yildi. Shu kunga qadar 20 nafar bemorda biopsiya amaliyoti bajarildi. Shu bilan birga yangi zamonaviy kam invaziv amaliyotlardan laparoskopik parsial nevrektomiya va boshqa amaliyotlar ham yo'lga qo'yildi. Toshning mineral tarkibini tekshirish uskunasi ishga tushirilishi natijasida siydik tosh kasalligi bilan og'rigan bemorlar metaplastikasini olib borish uchun imkoniyat yaratildi.